Menga qaraylar, tovarni ko'rib, dovdirab, jinni sang'ib yurmaymiz. Keldi, aldadi, ketdi. Undaman. Siz bizani sohib jamol bo'lasiz. Menchi. Kelishganimizda siz shunchaki ish joyizda bo'lasiz. Yunitda Yusuf kelganida siz tayyor turishingiz kerak bo'ladi. Bitta narsani unutmanglar. Qozonimiz bitta. Yunitda sizni chiqishingiz. Gaplar hozir men gapirilyaptimi? Yusuf deng. Hazillashomma, qaqqa dumalab yuribsiz. Ayollar noziroq bo'ladi. Sekinroq yuring. Boshqatdan yurib beraymi? Sohon tirjay emasdan. Tovarni ko'rdingizmi? Upakovka qilyapman. Parkovka? Upakovka. Tak, stop, orqangizda kimdir bor. Nimadir sezib qoldi aka. Musoxon tovarga tegmay orqangizda kimdir turibdi. Yusuf atmen tovarga tegmay. Nimaga? Qozonimiz bitta deng. Shuncha riskga yarasha nima tovar u? Shu Bellissimo pizzadan hozir aksiya ketayotgan ekan. Go'zal xonimlar uchun kombo. Ikkita 30 santimetrli pizza, 8 tali sinamon, 1,5 litrli kola. Qale. Qiz bola bo'lib borish shart emasdir. Haqiqatdan. Lekin ideya zo'r edi. Keyin boshmoq qilamiz. Sut yo'q qo'ring bo'ldi.